suvni oqishidan, shamolni esishidan, shishani sinishidan saqlab qolish imkoniyatim bor edi deb o'zingni g'amga tiqma. Chunki sindimi, demak sinish kerak. Burning yerga ishg'alansa ham, dod desang ham shunday bo'lish kerak edi, bo'ldi. Qazo albatta amalga oshadi. Yillar o'tgandan keyin ko'rasan. O'shunga uylanmaganing to'g'ri bo'lgan ekan. Tushunyapsizmi? Sizni ustingizda qanaqa taqdir bo'lgan bo'lsa, bu yaxshilik siz uchun. O'shuning uchun alhamdulillahi robbil alamin deng. Demasangiz ham shu holat. Desiz ham shu holat. Alloh senga taqdir qilgan narsa, birodar, albatta yaxshilik bo'ladi. Shunday bo'ldimi? Demak, shunda bitta yaxshilik. Haqiqiy inson bo'lsa, buyuk bo'lsa, bir martabaga darajaga yetishgan bo'lsa, orqasida bitta ayol turadi. Yo onasi bo'ladi, yo ayoli bo'ladi. Mana shunday bir ayol soliha bo'lsa, erkak kishini baxti, yordam beradi. Qiyinchiliklarni yengishlik yonida turadi. Shijoatli bo'lishiga undaydi. Hayot mushkullarini yechishga yordamchi bo'ladi.